Men o'zi asli model emasman-u. Lekin bu ish menga juda ham yoqib qoldi. Alo, assalomu alaykum oyi. Yaxshimisiz o'g'lim? Va alaykum assalom. Rahmat. Sizga bir gap aytmoqchi edim. Eshitaman sizni. Shu kunlarda Samira uyda o'tirmaydigan bo'lib qoldi. Qachon qarasa ko'chaga chiqib ketadi. Do'kon aylanadi. Mana bugun ham modalar namoyishiga ketdi. Sal tergab turing, bolam. Oyi, men bu yerda ish bilan band bo'lsam, u ayol kishi uyda bo'lsa, o'zini o'zi yangi kiyim bilan xursand qilgisi kelgandirdi. Mayli, agar shunaqa bo'lsa, o'nsin shu bilan uyda o'tiribdi-yu. O'shanga o'zim ruxsat bergandim-da. Mayli, xo'p. Bo'pti, Shunchaki aytdim qo'ydim-da. Mayli. Mayli, oyi, sog' bo'ling. Ra'noxon, menga qarab oling. Hay qizim, Ho'y, bu nimasi? A? oyi, nima qildi bu oddiy rasm-ku? Oyi, men modalarni namoyish qilyapman. Reklama bu shunchaki, oyi. Qizim, sen erli ayolsan. Voy, bunaqa yarim yalang'och suratlaringni ering ko'rsa nima bo'ladi? Oyi, ko'rsa nima qildi? Buncha zamonda orqada qolib ketgansiz. Voy, to'g'ri. Axir hozir hamma shunaqa qilyapti-ku. Qizim, seni oilang, farzanding bor. Oyi, bu oddiy ish-ku. Siz esa men bilan ishingiz bo'lmasin. Nima Men deding? ketishim kerak, kech qolyapman. Oyi, kelgunimcha bolamga qarab turing. Mayli, Samira, qoling. to'xta. Hali gapimni tugatganim yo'q, to'xta. Alo. Alo, Ha, Dugon, yaxshimisan? qalaysan Dugonajon? Yaxshi. Samira, seni internetda videolaringni ko'rib qoldim. Xo'p, nima qilibdi shunga? Esing joyidami? Har xil kiyimlarni kiyib, qanaqadir fotosessiya qilsan. Xo'p. Esing joyidami? Ering ko'rsa nima deydi? Dugon, men modellik qilyapman. Bu meni ishim. Xo'pmi? Seni ishing bo'lmasin. Lekin erli ayolga bunaqa ish qilish yarasharmikan? Shuni o'ylab Yomonlikka ko'rdingmi o'zi? yo'ymagan. Men hech qanaqa yomon ish qilganim yo'q. Bo'pti, keyin gaplashamiz. Hozir kayfiyatim yo'q. Samira, Kiring, Kechirasiz, mumkinmi? kela qoling. Mana bu keling emasmi? Bo'lishi mumkin emas. Yaramas. Samira dedim. Qayerdasan, Samira? Labi dadasi. Tinchlikmi? Mana bu nima? Bu nima qilibdi? Nima? Sen nima qilayotganingni bilasanmi? Ha? Nima qilibman? Pul topyapman. O'zimga ishonchim ortdi, buni nimasi yomon? Ha. Sen o'zi qilayotgan ishingni o'ylab qilyapsanmi? Erli ayol bo'lsang. Nima? Erli ayol degani to'rtta devor ichida o'tirish kerak deganimi? Kim senga shunaqa dedi? Ha? Bemalol ishlashing mumkin, lekin mana bunaqa ishda emas. Bu ishning nimasi yomon axir? Sen mana bunaqa har xil kiyimlarda chiqib, o'zingni namoyish qilyapsan. Tushunyapsanmi? O'zingni bozorga solyapsan. Bu ishingdan men uyalib ketyapman. Siz hammasini noto'g'ri o'ylayapsiz. Men modellik qilyapman. Menga qara, o'qigansan, diploming bor. O'zingni mutaxassisliging bo'yicha ishla. Xohlagan bog'changga olib kirib qo'yaman. Menga shu ish yoqib qoldi. Meni qaytarishga urinmang.
Men hech qanaqa yomon ish qilayotganim yo'q. Samira dedim. Oling. Qizim, sen erli ayolsan. Oila, nomus degan narsalar bor. Men hech qanaqa yomon ish qilayotganim yo'q-ku. Erimga xiyonat qilayotganim yo'q. Ha, lekin bu ishingdan ering norozi bo'lyapti. Eri roziligi bo'lmasa, qilayotgan ishingda baraka bo'lmaydi. Erim ham tushunmayapti-da, xola, nima qilay? Modellik qilish bir paytlar meni orzuyim edi. Orzuda ham chegara bo'ladi, bolam. Har qanaqa orzuni ham hammasini amalga oshirilavermaydi. Ayniqsa oilalilar. Shundaymi? Nimaga? Nima, men o'zimni cheklashim kerakmi? Chunki seni qilayotgan ishing ortiqcha gap so'zlarga sabab bo'lyapti. Bu esa eringni g'ururiga tegyapti. Men erimni deb bu ishdan ajralishni istamayman. Qizim, sen eringni g'ururi bilan, sha'ni bilan o'ynashma. Buni oqibati yomon bo'ladi. Iltimos, meni o'z holimga qo'yinglar, xola. Men sizga yosh bola emasman-ku. Xudoyim-ey. Samira, Nima bo'ldi? Tinchlikmi, dadasi? hozir ko'chada ikkita-uchtasini ko'rib qoldim. Nima, ular bilan urushdingizmi? Nima deb o'ylaysan? Bilinmayaptimi? Nimaga axir urushasiz? Bilasanmi sen haqingda ko'chada qanaqa gaplar yuribdi? Ha? Sen haqingda bilasanmi nima deyishayotganini? Bittasi bilasanmi nima dedi? Xotiningizni reklamaga chaqirmoqchiman, do'konimdagi kiyimlarni reklama qilib beradimi dedi. Erkak kishi uchun bilasanmi qanaqa og'ir bu? Gapiga chidolmadim. Urib yorib tashladim, kakagini. Ularga nima kerak ekan meni ishim? Nima og'irligi tushyapti ularga? Menga og'irliging tushyapti, tushunyapsanmi? Menga. Men yomon ish qilayotganim yo'q. Men shu kungacha ko'chada boshimni baland ko'tarib mag'rur yurganman. Endi bo'lsa mahalladagi qayerdagidir betayin xotinim haqida bemalol gapiradigan bo'ldi. Tushunyapsanmi shuni? Nima? Shunga alamingizni mendan olyapsizmi? Ha. To'xtat bu ishingni. Tushundingmi? To'xtatmayman. To'xtatasan. Yo'q. Agar to'xtatmasang, bo'shsan. Ketsam ketaveraman. Faqat qizim men bilan qoladi. Nima? Chunki sendagi gap so'z bo'lgan ayol bilan jo'nata olmayman. Katta ko'cha o'zing ketaver. Hali shunaqami? Shunaqa. Endi ko'rasiz. Xohlaganingni qil. Non ko'r ayol. Erim mendan qizimni tortib oldi. Iltimos, tushuntiribroq gapiring. Nima bo'ldi? Erim men bilan har doim urushadi. O'z o'rniga. Nima balolarni boshlab yuribsan sen qiz? Hech narsa boshlaganim yo'q. Bu gapni qayerdan oldingiz? Ering bilan urushib uydan chiqib ketibsan-ku. Oyi, kecha dugonamning uyida edim. Esing joy. Eng alamlisi, hech qayerga chaqirishmayapti ham. Alo, Allo, assalomu alaykum. yaxshimisiz? Kim bu? Tanimadim. Esizdami bizning kiyim do'konimizda kiyimlarni kiyib reklama qilib bergan edingiz? Men sizga evaziga tekinga kiyim bergan edim. Ha,